Bugungi mavzu men o'zim tanishtiradigan bo'lsam, Akrom Choriyev, amaliy kineziolog va mavzuga mos qilib gapirish niyatim bor edi. Sog'lom turmush tarzi dedik-da hozir. Agar biz bir narsani tushuna olsak, ya'ni sut deydiki, mag'zi, har bir narsani mag'zi bor. Shuni mag'zi sog'lom turmushda mag'zi sherdagi inson o'zini borlig'ini, haqiqatini bilish kerak. Sog'lom turmushga erishish uchun insonda ikkita xilqat bor. Uni hamma biladi. Birinchisi ruhiyat, ikkinchisi jism. Ana endi mana domilla to'g'ri aytdilar, boyna stress masalasi. Bizda juda ko'pchilik inson ommaviy stress va distressda yashaydi. Lekin qanday qilib stressdan chiqish yo'lini bilmaydi. Shunday momentlar bo'ladi, shunday texnikalar bor. Umuman bu ilm bor yer yuzida. 10-15 minut ichida oylab yurgan stressdan chiqib ketish mumkin inson. Agar shuni ilmini o'rgansa. Endi undan tashqari jism degan o'zimizni xilqatimizni qanday qilib yaxshilashimiz kerak? Buni ham ilmini o'rganishimiz kerak. Bu ham shunchaki to'g'ri ovqatlanish degani bilan, to'g'ri nafas olish degani bilan paydo bo'lmaydi. Buni ilmini o'rganish kerak. To'g'ri. Ya'ni ko'proq shu mavzuda kimlardir biladigan odamlar videolar qo'yib, kitoblar yozsagina, shunaqa insonlarga imkoniyat berilsagina bu narsa paydo bo'ladi. Endi men bir narsani xilqatini yaxshi tushunganman, tabiatga yaqin bo'lishlikni. Mana misol uchun ko'pchilik kasallik kelgan payti men so'rayman. Shuncha davolanibsiz, shuncha vaqt. Shu davolanish vaqtingizda qancha o'simlik ichdingiz? Qanaqangi o'simliklar bilan o'zingizni muolaja qilishga harakat qildingiz degan vaqtim 10 ta odamdan 8-9 tasi men umuman o'simlik ichmadim deydi. Yo'q, choy ichamiz, shu o'zimiz ham shu. Shu endi qiziq joyi, o'simliklar o'sish jarayonida issiq va sovuqqa o'zini moslaydi. Adaptatsiya hosil qiladi. Zamburug'larga qarshi adaptatsiya hosil qiladi. Hozir tugatib virus, mikroblarga qarshi o'sish jarayonida adaptatsiya hosil qiladi. Agar shu o'simliklarni olib, shu yo'nalish bo'yicha bilib iste'mol qiladigan bo'lsangiz, uni ichidagi o'sha flavonoidlar, kumarinlar va hokazo saponinlar degan moddalari insonga xuddi shunday ta'sir qiladi. Ya'ni insonda mikrobga qarshi turib berishini, virusga qarshi turib berishini o'stiradi. Mana xalqimiz qancha xalq tabobatda sir-sinoat bor. Shuning uchun bu demoqchimanki, bu tajribada ko'ryapman men bu narsani. O'simlikka nihoyatda ko'proq yaqin bo'lish kerak va stressdan chiqish yo'lini o'rganish kerak.